o'chib. Endi Instagramga qo'shib qo'ysak ham odamlar mazza ko'ryapti. Siz xabar olganmisiz bulardan? Qayerga qaradinglar shuncha vaqtdan beri? Qachondan beri bunday qilyapsiz? 6 yil bo'lyapti. Yani aylanib o'tiraman. Hozir darbo'ra kelganlar ham hammamiz birlashib shu insonni oyoqqa turgizamiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, salomatmisizlar? Aziz O'zbekiston xalqimiz, mana shu xonadonda bir Xudoga yaqin bo'lgan inson bor. Alloh suygan ekan, ozgina dard berib qo'yibdi. Siz bilan biz endi harakat qilib, bandaga albatta yordamchi bo'ladi. Shu insonga ozgina yordam berib, oyoqqa turgizib yuboramiz endi. Dorisini surtyapsizmi? Pireks bilan yuribman. Ha. Yaxshi. Gapdi. Mana videoni yaqinroq kelib qolmadi. Xo'p. Vaziyat mana shunaqa ahvolda o'rtoqlar. Tezlik bilan operatsiyasini qilish kerak. Bloger akalarimizdan ham iltimos qilardik, mana shu videoni bizdan olib qo'yib bersa yoki ulash imkoniyati bo'lsa, qo'yib ko'proq odamlarga ko'rsatib, operatsiyaga yetadigan pul yig'ib olsak, shu inson oyoqqa turib ketsa, hammamizga manfaatli bo'ladi, xudo xohlasa. Yana olsak yana quritsa. Kecha bansada yu quritini o'ldirib tashladi. Erta yana olsam yana quritib chiqyapti. Hozir yana jimir-jimir qiladi. Yaxshi yo'q.